Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala birinchi variant 13-savol. Qanday massadagi 5% natriy gidroksid eritmasiga 300 gram 10% mis sulfat eritmasi qo'shilganda hosil bo'lgan eritmadagi mis va sulfat ionlarining mol nisbati 2 ga 5 nisbatda bo'ladi deyilgan. Xo'p, demak, buni ishlaymiz. Berilgan. Xo'p, foiz konsentratsiya natriy gidroksidniki 5%, foiz konsentratsiya mis, kechirasizlar, mis 2 sulfatniki hop 10%. Ana endi massa mis 2 sulfatniki 320 gram. Topishimiz kerak M natriy OH-niki. Mol nisbati demak 2 ga 5 bo'lgandan keyin bizda o'zi mis 2 sulfat ionga teganda mis plus 2 plus SO2 holatda ionga ajraydi. Demak, ikkalasi 1 ga 1 nisbatda bo'lishi kerak edi. Lekin 5 mol sulfat bilan mis ionlari qolgan. Demak, natriy OH plus mis 2 sulfat reaksiyaga kirishganda hop mis 2 gidroksid cho'kmaga tushadi va natriy sulfat hosil bo'ladi. Mana shunda sulfat ionlari saqlanib qoladi. Demak, 2 mol shunda teng bo'ldi. Hop, 5 2 nisbat bo'lgandan keyin 5 dan 2 ni ayirib yuborsak 3 moli demak mis 2 gidroksid holatda cho'kmaga tushib ketgan misni. Hop, 5 mol bo'lganda 3 mol cho'kmaga tushyapti ekan. Bizda endi qancha mol edi? 320 gram mis 320 gram bizda 100% bo'lsa 10%imiz qancha? 32 gram. 32 ni gramda bo'lamiz 160 gram taqsim molga. Shunda hop 0.2 mol bo'ladi. 5 molda 3 mol bo'lsa 0.2 molida qancha? 0.2 ni 3 ga ko'paytirib 5 ga bo'ladigan bo'lsak 0.12 mol mis 2 sulfat reaksiyaga kirishgan. Demak, mana bu qismga 0.12 molni qo'ysak 1 2 0.12 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'ladigan bo'lsak 0.24 mol demak natriy gidroksid reaksiyaga kirishgan. 0.24 molni ko'paytiramiz 40 gram taqsim molga. Ular qisqarib ketadi-da. Hop. 9.2 gram. 9.6 gram chiqadi. 9.6 gram. Hop, ana endi bu 5%ligi. 5%imiz 9.6 gramni tashkil etsa, 100%imiz qancha? 9.6 ga ko'paytirib 5 ga bo'ladigan bo'lsak 192 gram.